Nimaga aynan unga? Otam u kishiga o'z qilichlarini berib, nimani o'ylagan edilar? Uni sarguzashtchi bo'lgan paytlarda topganlar. Ular yo'qolgan yodgorliklar zindonining eng chuqur 6-qavatiga yo'l olishgandi. U juda uzoq va xavfli topshiriq edi, lekin uni oxirida nihoyatda qimmat yodgorlik topildi. Bu qilich bizga noma'lum materialdan qilingan. Mitril, norixalk va monometallardan ham qattiqroq. Qanday mahorat yo uslubda ishlatilishiga farqi yo'q. U qilich qirilib ham qolmaydi. Shuning uchun uni sinmas qilich deb atashadi. Lekin haligacha bir narsa tushunarsiz. Qanday qilib shunchalik qattiq material bu darajada biziq? Bu qilich nafaqat qurol sifatida qimmat. Shunda osonlik bilan kimgadir berib yuborgani yo'q. Men noto'g'ri tushundim. Otam ham bu davlatdagi notinchlik ko'payganini sezdilar. Otamni u kishiga ishonchlari borligiga o'xshaydi. Mina tavrni yengib, Linni hayotini qutqargan kishi u kelajakda sodir etadigan qandaydir voqealar uchun sirli qurol bo'lishi mumkin. Hoy, Lin, o'zi shu yo'lda men bilan bo'lishing mumkinmi? Ha, hozir men shunchaki sarguzashtchiman. Ha, tushunarli. Hozir ovqatlangandan keyin gildiyaga bormoqchiman. Zo'r-ku. Ustoz Nor. Yanami, men o'zi umuman ustoz deb chaqirib bo'lmaydi. Lekin qanchalik ko'p unga tushuntirmoqchi bo'lsam, shunchalik qattiqroq yopishib qo'yapti. Endi esa nima qilsam ham, qayoqqa borsam ham har doim ketimda. Hozir gildiyadagi biron ishni olib, mana qanchalik sodda inson ekanligimni tushunib yetadi. Ustoz, yaxshigina ish topishingizni talab qolaman. Yoqimli ishtaha. Nur, nimaga Linniburg xonim yana bu yerdalar? Sensei, meni ismim Lin. Men hozir shunchaki sarguzashtchiman. Aha, meni kechiring, Lin. Buni qanday tushuning? Kecha yana nimanidir boplab qo'ydingmi? Xo'sh, qanday tushuntirsam ekan sizga? Mayli, bu yerdagi qoidalarni biri birovning ishiga aralashmaslik. So'raganimni unut. Lekin men sizdan maslahat so'ramoqchi edim. Xo'sh, nima sababdan keldinglar, ish kerakmi? Ha, shundoq. Ikkita odam uchun iloji bo'lsa. Ikkalangizga hammi? Lin, sen adashmasam kumushli bi darajamiding? Ha? Agar ikkalangiz guruh bo'lib ishlasanglar, shahar tashqarisidagi goblinlarga ovga chiqishlaringiz mumkin. Goblinlar o'vi? Sarguzashtchilar odatda o'zini sinov qilgani goblinlarni o'q qilish uchun jang qilishadi. Xo'jayin, biz rostdan ham shu topshiriqni olsak bo'ladimi? Bo'ladi.
Kumush darajali topshiriqlarni Lin o'zi ham bajarsa bo'ladi. Lekin o'zidan pastroq darajali yo'ldoshlarini o'zi bilan olsa javob beradigani ham o'zi. Odatda bunday ish 1 yoki 2 daraja pastroq bo'lar edi. Ajoyib. Qasrdan tashqaridagi topshiriq. Lekin to'xtachi, men shunda Lenining darajasidagi topshiriqni olgan bo'lamanmi? Boyagina undan qutulib, shundoq pivani bosib hammomga surishni istar edim. Mani kechir, Lin. Shunchalik egoist bo'lgani qanday betim chidayapti-ya? Linni o'zi men bilan bitta guruhda bo'lishga rozimi? Nimaga o'ylanib qoldingiz? Anu, bu shartga rozimisan? Bilasanmi, bu ishni olsam, sendan foydalangan bo'lib qolaman. Albatta roziman. Agar sizga nimadir kerak bo'lsa, shunchaki aytsangiz bo'ldi. Rostdanmi? Katta yigit bo'la turib shunday yosh qizdan yordam so'rab yuribman. Lekin baribir meni orzuyimdan biri haqiqatga aylandi. Xo'p bo'ladi, men ketdim. To'xta! Qatga borishni hali bilmaysan-ku. To'g'ri. Xullas, ishni oladigan bo'ldingmi? Ha, yaxshi bo'lardi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Past darajali xavf. Bu baribir xavf. Qo'limdan nima kelishini yaxshi bilaman. Mana shu o'tga borasizlar, tushundinglarmi? Faqat yengan maxluqlarni hisobotga kiritasizlar. Bu oxir yovvoyi hayvonlar o'rmoni-ku. To'g'ri. Goblinlarning o'ng quloqni esdan chiqarmanglar, isbot bo'ladi. Quloqlar soniga qarab to'lov qilamiz. Quloq yo'q bo'lsa, soqqa ham yo'q. O'ng quloq bo'pti. Aytgancha, yaqinda goblinlar soni kamayish haqida hisobot kelgan edi. Agar bittasini ham topa olmasanglar, atrofdagi dorivor o'simliklarni yig'ib kelinglar. Xo'p. Tushunarlimi? Jiddiy aytyapman, ehtiyot bo'linglar. Biz ketdik. Ochib yubor. Ketdikmi, Lin? Ketdik, ustoz. Demak, shu ekanda yovvoyi hayvonlar o'rmoni. Daraxtlar juda ham ko'p ekan. Bular janubiy o'rmonda ko'rgan daraxtlarimdan ancha boshqacha ekan. Katta. Bu yerdagi ekologiya boshqa yerlarga nisbatan boshqacha. Ha, rostdanmi? Lin, o'zi goblinlar qanday bo'lishadi? Ha? Ular haqida oldindan bilib qo'ymoqchiman. Ha, to'g'ri. Odatda ular mayda hayvonlar bilan yoki shoxlardagi mevalar bilan oziqlanishadi. Lekin odamlarga ham hujum qilishlari kamdan kam emas. Agar biz nazorat qilmasak, ularning sonlari ortib ketishi mumkin. Bu holda esa ular atrofdagi qishloqlarga hujum qilishi mumkin. Shu sabab sarguzashtchilar ularni ov qilishadi va ularning sonini boshqarib turishadi. Boshqarishadi? Aytishlari bo'yicha o'rmonda o'sishi goblinlarga tegishli. Ular ekologiyaga o'z hissasini qo'shishar ekan. Shuning uchun ham ularni butunlay qirib tashlash noto'g'ri. Aslida bu o'rmonda kamdan-kam uchraydigan o'simliklar bor va yana ba'zi hayvonlarni shoda ko'rish mumkin. Bu joy hattoki boshlang'ich sarguzashtchilar uchun mashq qilish maydoni sifatida ishlatiladi. Bilmas ekanman. Linning nafaqat qobiliyatlari ko'p, u hali ko'p narsalarni ham bilar ekan. O'zi u menga ustozlik qilishi kerak menimcha. Nima ekan? Bu yerda ham yo'q ekan. U ana bu yerda-chi? Odatda biz hozirgacha ularni uchratishimiz kerak edi. Goblinlar kamayib ketish haqidagi gaplar rostga o'xshaydi. Men qandaydir maxluqni sezyapman. Biroz uzoqda ekan. Ko'p yuramizmi? Ha. Lekin tezda yetib boramiz. Kemada bir qarab qo'yaylik. Borgan sari qorong'ulashyapti. Bu atrofda juda ham eski daraxtlar ko'p ekan. Quyosh nuri zo'rg'a shoxlardan o'tyapti. Goblinlarga shunday sharoit yo'qsa kerak. Bo'lishi mumkin. To'xtingchi. Nima bo'ldi? Men sezgan maxluq hozirgacha oldimizda edi. Lekin yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi? Ha.
Maxluqlar ham baribir tirik narsa. Qandaydir kasallik yoki qari yoshdan o'lishlari ham mumkin. Aniq bu haqida aytolmayman. Mana shu yerda. Hech nima yo'q shekilli. Ko'zimga ko'rinmayapti. Yo'q, to'xta. Nima u? O'zingni ko'rsat. Bu nima balo? Bu goblin. Ha? Shu goblinmi? Men o'ylaganimda ancha kattaroq ekan. Ularni juda ham zaif deyishgan edi. Lekin u aytgan narsa boshqa, oldimda turgan boshqa. Lekin xususiyatlari o'sha. Yashil ter, ikkita oyoq, yovvoyi ko'zlar. Hattoki qurollarni ishlatadi. Boshqa sarguzashtchilar mana shu tog'ni zerikkandan yengib qo'yishadi deysizlarmi? Albatta og'iz ochilib qolgan. Qancha jodugarlikni bilsa ham, haqiqiy urushda tajribasi kam. Qo'rqishga hojat yo'q, Lin. Oldimizda shunchaki bitta goblin. Yetib keldik. Lekin endi bitta ishni bitirishim kerak. Uni albatta yengaman.